Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin jigarlar, bu dardni davosi bor ekan jigarlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. sizni bolanizga o'tib, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz shuni abuqin nima qilarsiz? O'ziga shukur qiling. O'zingiz zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, siz-u bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Ayrıca bilan keldik. Hozir klinikaga kirib sog'liqlarni tekshiramiz. Внутренние органы проверили на УЗИ, то есть все органы внутренние в пределах нормы, то есть отклонений не видим. Сделали кардиограмму, по кардиограмме тоже сердца отклонений не видим. Там проблемы, повреждены ребра, продолжается обследование, конечно. Спасибо большое. Можно мы